Maqsadashlar, bugungi hikoyamiz qizg'anchiqlik qilg'anga to'y. Burun-burunti, bo'ra xizirdi, tulka vazirdi. Atam tug'ilmagan, anam to'ralmagan. Men cho'ng atamning podisini biqib yurgan zamonda bir kambag'al eshikini to'qib, yuktaqlarni artib, arg'amchida tartib, naq ustiga o'ltirib, boshqa bir yurtga yo'l sapdi. Bir joyga kelib eshigini sitibdi, yuktaqlarni yudibdi. Manga manzilga yetolmabdi yoki yenib o'z joyiga ketolmabdi. Yana mangibdi, qo'rsaqlari echibdi. Ochliqdan halsizlanib, aran deganda tag'arni ichibdi. 30 kun bo'lgan qattiq nonni og'ziga tiqibdi. Tishi o'tmabdi. Qattiqroq tishlagan ekan, ikki tishi sunibdi. Og'zidan qonlar yiqibdi. Bu bechora achchiqiga paynamay, hech narsaga qaramay mangibdi. Taq-dashtalarni, cho'l jazilarni, patqoq sozliqlarni, odam yeydigan yirtqich hayvonlar yashaydigan qalin o'rmonliqlarni besib o'tibdi. Shunda qilib bir yurt ichiga kiribdi. Kiray desa uy yo'q, minay desa iti yo'q, yeydi nini yo'q, eg'ir ahvolda qolibdi. Qanday qilishini bilmay, hech nimani sezmay, yurtni aralab mangibdi. Bir mo'mayning uyiga kelib, bir kecha qo'nishni o'tinibdi. Mo'may bixil ekan, kirgizmabdi. Bechora odam yalvirib turibdi. Oxir uningdan qutulolmaslikka ko'z yetgan mo'may mangtaslikda uyga kirgizibdi. Mo'mayning 2 o'g'li bor ekan. Bolalarning biri o'choqqa o'tin silayotgan ekan. Qozonda go'sht bor ekan. Bir chaqda sho'rpa qaynabdi. Lekin mo'may olmabdi. Yana o't qalabdi. Sho'rpaning puruqi o'choq oldidagilarni jalb qilibdi. Mo'mayning bolalari sho'rpani ilishga undabdi. Mo'may to'g'ri go'shti qozonda pishib ketsimi, yo'lovchidan qizg'inib, bolalarning biqinidan chimdab, ko'zlarini chimildatib qo'yibdi. Bolalari shuk bo'pti, tun yerimlashibdi. 2 bola uxlabdi. Yo'lovchi Mo'mayga o'zini sahar uyg'otib qo'yishini aytib yetibdi. Mo'maymi uxlabdi. Mo'mayning o'zimi, bechora bolalarimi, yo'lovchimi och etibdi. Yo'lovchining qo'rsaqlari och, uyqusi kelmabdi. Asta o'rnidan turibdi. Qozondagi to'q sho'rpasini bir qacha ichibdi. To'q go'shtini balbig'iga tugibdi. Mo'mayning bir pay oyoq kiyimini qozonga silib qo'yibdi. Mo'mayni uyg'otibdi. Mo'may, "To'g'ri chillimidi? Sal yetib ondan turing", debdi. Yo'lovchi, "To'g'rini yo'lda chillatarman", deb uydan chiqib ketibdi. Mo'may eshikini etib, laganni yuyibdi. To'q go'shtini olibdi, sho'rpasini uzish uchun qacha yig'ila turibdi. Bolalari kutibdi. Legandagi go'shtni tartibdi. Qo'liga chiqmabdi. Mo'may kelib, bir yerdan kesib og'ziga solgan bo'lsa-mu, tishi o'tmabdi. Tangi yoribdi. Qarasa, o'zining bir pay kashi leganda turg'idek. Shunda qilib, piqsiq Mo'may mehmondan to'g'ini qizg'inib, zimistonda kiydigan oyoq kiyimidan ayrilibdi. Musofir yo'lovchi yig'yapti, Mo'mayning ko'ngli dog' bo'pti. Hikmat. Har kim o'z rizqini yeydi. Sen mayli qanday ahvolda bo'lsin, qizg'anchiqlik qilma. Agar unda qiladigansan, shu illating tufayli achchiq yutib qolasan.